Dada, Labay, qayerga ketyapsiz? komandirovkaga Qachon kelasiz? bir oylarda kelib qolaman. O'g'lim, sen ham kap-katta bola bo'lib qolding. Men yo'qligimda oilali erkagi sensan. U qanaqa bo'ladi? Yaxshilab eshit. Iloj bo'lsa yozib olgin. Qara, bir oyda yeb ichish uchun 2 marta katta ro'zg'or qilasan. 4 kilogramm go'sht, 5 kilo un, 3 litr yog', 2 kilo shakar, 2 kilo sariyog', shedriy sonsadan olgin. 10 kilo kartoshka, 6 kilo piyoz, 3 kilo qizil, 3 kilo sariq sabzi, 4 kilo pomidor, 4 kilo bodring, 6 ta taglik. Taglik? Nimaga? Opang bilan jiyanlaring kelishadi, jiyanlaringga. Opang qaytib ketayotganda taksiga o'tkazib yuborgin. 27 ming. 2 kilo makaron, 2 rishokka tuxum, 2 kilo mosh, 1 kilo sir. 2 kilo kolbasa emas tashqasi. Sut, qatiq, nonni kunara svejiy olib kelgin. Sovun, parashok, shampun, chistol, bularning hammasini qanaqasini olasan, nechta olasan, oyingdan so'raysan. Lekin xarajatlarning hammasini yaqin do'kondan qilasan. 5-da oylik tushadi. Svet, gaz, issiq suv, sovuq suv hammasini vaqtida to'ladi. Oying ishlaydi, lekin oyligini so'ramaysan. Aksincha, har kuni yo'l kirasi bilan tushligiga pul berib turasan. 134 mingdan. 21-da Murod tog'ing to'y qiladi. To'yini berasan $200. O'zining telefoning, oyingning telefoni va Wi-Fi ga pul to'lash esingdan chiqmasin. Oyingning 2 ta gapi bor, $150. Meni 3 ta gapim bor, $300. Har 3 kunda mashinani zavat qilib tur. Lekin haydama. Bu oyda bir marta yangi kiyimlar olinadi. Oyingga, opalaringga va jiyanlaringga. Manchi? Yo, sen o'zingga olmaysan. Chunki bu oyda sen mensan. Men o'zimga olmayman. Dada, ketmay qo'ya qoling. Nimaga? Qo'rqib ketyapman. Qo'rqma. Bu ish har bir erkakning boshida bor. Sen yaxshisi tayyor tur. Mustaqil bo'lishga va otasiz qolishga.